Dilnura hayoti 101-kun. Sahar 7dan turib turqi tarovatimni yuvib, keyin bo'lsa akamga sirazi choy tayyorlashni boshladim. Keyin choyimni ichib olib, stolimni ustini tozalab qo'ydim. Stolimni ustini porядка qilib bo'lgandan keyin sirazi bugungi kunlik planlarimni o'zimcha yozib chiqdim. Bugungi kunlik planlarim bu: uylarni uborka qilish, qurigan kirlarni yig'ish hamda gazlarni ustini toza qilib yuvib qo'yish. Ha, aytgancha nafaqat bugun kirlarni yuvdim, balki bir dunyoyu bir olam, bir jahon idishlarni ham yuvib chiqdim. O'zimcha mana shunaqa planerga ideyalar topyapman. Kimga kerak bo'lsa Telegram kanalimga tashib qo'yaman, если что olamiz. Keyin bo'lsa turqi tarovatimga namlantiradigan krem, SPF, labimga blesk va qoshimga mana bunaqa o'stiradigan yog' surtdim. Nafaqat qoshimga, kiprigimga. Keyin bo'lsa gazlarni ustini chiroyli qilib yuvishga tushib ketdim. Birinchi bo'lib temirlarni olib tashladim. Keyin esa mazza qilib ko'pirtirib ishqalab yuvdim. Sizlar gazni yuvib bo'lgunimcha meni Instagram, Telegram hamda YouTube kanallarimga подписчик bo'linglar. Obuna bo'lgan bo'lsangiz davom etamiz. Gazlarni yuvib bo'lganimdan keyin kirlarni yuvdim, idishlarni yuvdim. Faqat buni videoga ola olmay qoldim. Если что-ga aytib qo'yapman. Planingizda bor edi, nimaga qilmadingiz deb yozmanglar deb. Hop, betib fokus ham qilib qo'ydim orada. Keyin bo'lsa uylarni nafaqat bir sidra, balki 100 sidra tozalab chiqdim. Siz ham ko'zingiz naryoqdagi pistollarga tushayotgan bo'lsa xavotirlanmanglar. Bu yerda men rakminani tagini yaxshilab tozalab, artib, o'zimcha estetichni video olyapman. Keyin yog' bog'larni ham joylashtirib qo'yapman. Keyin dadam uyg'ongan ekan, dadamga obedlik tayyorlab berdim. Chunki dadam soat 10 da uyg'ondi, singlim bilan birga. Obed qilib oldim, men choy damlab, tuxum qovurib berdim. Keyin telefonlarga ishton ko'ylak olishga va men telefonimga sim karta olishga bozorga ketyapmiz. Bu yerda gravamni qildim. O'xshamagan gravamni uni kiymoqchi edim. Keyin bu ko'ylakni kiydim. Hop, betib fokus chalaram qilib qo'yib, o'zimcha sizlarga get ready with me oldim. Sochimni mamnaq qilib oldim. Keyin yo'lda yomg'ir yog'ib ketdi. Yomg'ir emas, aniqrog'i do'l. O'zi kuni bilan bir to'xtab, bir yog'ib, bir to'xtab, bir yog'ayotdi. Va nihoyat videoga olishga ulgurdim. Mana bozordamiz va bozorda quyosh chiqib ketgan. Keyin yarim soat muhtasham bir asr degan serialni ko'rdimda, keyin sirasi darsimni qildim. O'tgan kunlar kitobini o'qiyapman hamda ingliz tilidan darslarimni qildim. Menga emas ekan bir kunlik vlog olish umuman qo'limdan kelmadi. Sizlarga aytsam, har joyga telefonni yetaklab, kamerani yetaklab boravermayman. Endi bir kunlik vloglar, ya'ni 100 kunlik challenge bir kunlik vloglari faqat ayni qaysidir ishni qilayotganimda bo'ladi. Video tugadi. Bay bay, obuna bo'lib qo'yinglar.